Assalomu alaykum barchaga yana biz YouTube kanalida kuzatib turgan aziz obunachilar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana biz Romex eshik romlaridamiz. O'rtoqlar, sizlarga yangilik aytmoqchiman. Mana bu mashinamiz kelgan, tayyor bo'ldi. Mana yoqda mashinalarimiz turibdi. Zakazlarimiz borgan kundan kunga ko'payib boryapti. Hamma zakaz qilyapti. Siz ham hozir shu nomerlarga murojaat qilib tez zakaz qiling. Sizlarga yana bitta yangilik o'rtoqlar, qaranglar. Romex eshik romlari kafolat xati. Bu oddiy kafolat xati emas, o'qib beraman. Mazkur kafolat xati Romex kompaniyasi va quyidagi ko'rsatilgan mijoz o'rtasida tuzilgan bo'lib, kompaniya tomonidan o'rnatilgan rom va eshik mahsulotiga 3 yil o'rtoqlar. 3 yil muddatga kafolat beriladi. Kafolatda mana rom eshiklari qiyshayib ketsa, yangi beramiz. Rangini o'chirmasligi, rangi o'chib ketsa ham yangi o'rnatib berishadi. Mahsulotlarni 100% metalldan ishlanganligi o'rtoqlar. 100% metalldan ishlanadi. Qalinligi, xullas nimasi sizlardan, nimasi ashibga beradigan bo'lsa ham, shuni xodimlarimiz borib yangidan qilib beradi o'rtoqlar. Hozir ham murojaat qilinglar. Hech kim, hech qaysi kompaniya 3 yil kafolat bermaydi sizlarga. Bermaydi. Mana kafolatlangan halollik uchun mana odamlar bu mashinaga yuklashadi, hozir o'ni mashinaga yuklashadi. Zavodimizda ish qizg'in. Albatta siz ham hozir ham murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.